Assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchi yurtdoshlar. Yana bir xonadonimizni Uchqo'rg'onda o'z nihoyasiga yetkazganmiz. Bu xonadonimizni ham chiroyli holatda tunaka fon ishlarini qilib berganmiz. 2026-yilda tunaka fon ishlarimizni qilib uyda egasiga topshirishda davom etyapmiz. Vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajat ichida qilib beramiz. Tunakani yupqa qalinligiga qarab bo'ladi. 120 ming, 130 ming, 135 ming, 140 ming so'mlik tunakalarimiz bor. Bizni kuzatib boringlar. Hozir bu xonadonimizni ham qo'ldan kelgancha sizlarga obzor qilib beraman. Sizlarga necha pulga bo'lganlarini ham aytib o'taman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrdonlar, Uchqo'rg'ondagi xonadonimiz o'z nihoyasiga yetgan tunaka fon ishlarini qilib berganmiz. Bu xonadonimizni ofshi hisobi summasiga keladigan bo'lsa 28 millionga tayyor bo'lgan xonadonimiz. 28 millionga qayerlar tunaka fon bo'lganini hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu yerda mana bu o'stirma shapkalarimiz, ikkita darvozaxonasi va ichkarida ham shapkalari bor. Uni razmerlari to'g'risi men charkashib ketaman, esimdan chiqib qoladi. Shuni evaziga mashina turib aytib beraman, daftarga qarab turib. Ko'cha tomonimiz adashmasam 75 ga 24,5 metrlik joyimiz, 58 sm 17,5 lik joyimiz bor, 17,5 metr, 530 ga 345 lik bitta darvozaxona, 430 ga 3 lik bitta darvozaxona, keyin 90 sm ga 10 metr, 980 sm lik bitta shapkamiz bor va tarnovimiz 70 metr ishlatganmiz bu joyimizga. Keyin bo'ldi. Tarnov xullas ash razmerlarda ichida ofshi 177 kvadrat tunaka ishlatganmiz. Ofshi 28 millionga tayyor bo'lgan tarnovi, keyin uni guli bor va tunakasi hammasi ichida bo'lib 28 millionga tayyor bo'lgan xonadonimiz. Hozir sizlarga qilgan ishlarimizni ko'rsatib o'taman. Bu tomonimiz ko'cha tomon o'stirma shapkamiz. Tarnovlarini shilipkalari bilan birgalikda shunaqa fasonda qilib berganmiz. Akamizga shu fason yoqqanligi uchun xuddi shunaqa holatda qilib berganmiz. Darvozaxonamizga kirganimizda bitta oyna rombi bu joyimizga siqqan, shuning uchun qo'yib berganmiz. Chekalariga bambuk panellarimizdan o'rnatib, novoli qilib, ko'riplari bilan birgalikda qilib berganmiz. Haliga aytganimdek bitta darvozaxona va yana bitta bu joyimizda yana bitta darvozaxonasi ham bor. Ikkita. Bu yerimizni bo'lib qo'yganimiz sababi nari tomon pastda, bu tomon ancha balandligi uchun shunaqa qilib bo'lib chiroyli holatda qilib berganmiz. Va ichkari tomonga kirganimizda ichkari tomonda shapkamiz bor. Narigi chekkagicha, nariyada ham chekkasigacha bo'lgan G shaklidagi shapkamiz. Bu xonadonimiz shunaqa chiqqan joylari, tashqari, ichkari polniy tarnov qo'yib berganmiz. Slipkalari bilan birgalikda mokri matoviy tarnovimizdan qo'yib berganmiz. Bu joyimiz 90 gradus karniz tilla lentalari bilan qilib bergan xonadonimiz. Aytib o'tgan razmerlarim ichida bu joylarimiz ham bor. Keyin bu joyimiz esa kattaroq, bu yog'imiz kichkinaroq. Adashmasam 58 sm lik shapkamiz mana shu tomon bo'lishi kerak. Keyin narigi tomonimizda ham bor. 980, uzunligi 980. Bir 15 likmikin shapka yoki bir 10 lik shapkamiz. Bu joyimiz ham bor. Tarnov bilan birgalikda. Bu xonadonimiz ofshi kvadrati 28 millionga tayyor bo'lgan xonadonimiz. Xonadonimiz lokatsiyasi Uchqo'rg'onda joylashgan xonadonimiz. Shunaqa holatda, chiroyli holatda tunaka fon ishlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Vodiydan tashqari viloyatlarga kelishilgan holda, xudo xolasa, chiroyli qilib beramiz. Bu joyimiz 04 listda ishlatganmiz. Bitta mana oyna rombimizdan qo'yib berganmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa sizga ham xonadoningizga tunaka fon ishlari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasiz. Nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz xudo xolasa aytilgan narsani, aytilgan misol materialni olib kelib chiroyli holatda qilib beramiz. Bexijolat nomerimizga telefon qilaveringlar. Vodiy bo'ylab asnavnoy ishlaymiz. Vodiydan tashqariga kelishib xudo xolasa qilib beramiz. Ishlarimiz sifatiga o'zingizlar baho berasizlar. Xudo xolasa oldindan aytish yo'q, xudo xolasa qilamiz, gaplashamiz, chiroyli qilib sizga topshirib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.